Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan подписчиклар, inshaalloh keyingi obyektimizga keldik. Travertin xizmatlari. Xudo xolasa, mana shu uyda ham cho'tka qilib bitirib beramiz. Telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz zo'r ketyapti. Keyingi obyektimizga mana bugun keldik. Endi lesalar kelsa, polnisida kafel kilaylarini tortib tayyorlab beramiz. Inshaalloh tayyorlab travertinlarni qilaveramiz mana. Devorlarni mana kafel kilaylarini olib kelib qo'ydik. Gruntovka va hamma yo'g'idan berib cho'tka qilib tekis qilib qilamiz. Inshaalloh mana shu travertinlarda, aster travertinda qilyapmiz. Azxonaga qanaqa chiqyapti aka travertinlar? Aster xudo xolasa zo'r chiqyapti. Anchadan beri shu Qirg'izistonda ish qilamiz. O'zbekistonda ham ish qilganmiz. Xullas kalom, uncha travertinlardan qolishmaydi. Cho'tka xudo xolasa Qirg'izistonda ustalarga shuni tavsiya qilamiz. Cho'tka bo'lyapti. Polirovkalar ham shu yaqinlab chiqyapti. Cho'tka bo'lyapti. Necha yildan beri mana sohadasizlar aka travertinda? 5-6 yildan beri shu sohadamiz xudo xolasa. 5-6 yildan beri shuni ishlatyapmiz, xudo xolasa cho'tka bo'lyapti. Aster yaxshi chiqyaptimi aka? Aster zo'r ekan xudo xolasa. Polirovka hamma yo'qqa cho'tkimi? Polirovkalar vashi oynadek chiqyapti. Gideta o'zi bir ikkita ish qildik. Bundan oldingi ishimiz vashi cho'tka chiqdi. Jantillar. Oldingi travertinlardan farqi qanaqa, yaxshimi? Oldingi travertinlardan ancha yaxshi. Polirovka qilsangiz oldin ko'chib ketardi, cho'tka chiqyapti. Tortilishlar vashi zo'r. Qiyinchiliklar yo'q. Xudo xolasa aka-ukalar, ustalar aloqaga chiqarasizlar. Asteri vosh shun cho'tka chiqyapti deb shu qo'qonli akalarimiz aytyapti. Anchadan beri ishlatyaptik. Travertinlar zo'r ekan deyapti. Travertinga gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Mashina zakaz qilishyapti. Bo'lsa mana shu uyda ham aster edi. Travertinlarni zo'r qilib cho'tka qilib bitirib beramiz mana. Inshaalloh bugun keldik. Aylanasin rom chekalarga tiyagalardan ishlab beramiz. Biz tolka tiyagadan ishlaymiz, po'k ishlatmaymiz aka-ukalar. Naturalniy qilib cho'tka qilib ishlaymiz inshaalloh. Mana bu taraflarda ham polniy bo'ladi. Kishlar yaxshimi, zo'rmi? Ha, xolasa zo'r mana. Mana shu keldilar endi bugun inshaalloh. Xolasa mana ishni boshladik bugundan. Xolasa bir hafta 10 kunda treyler bitirib beramiz. Bir hafta 10 kunda inshaalloh mana shu katta obyektni bitirib beramiz. Hamma yo'q, kamchiliklar yo'qmi? Travertin. Xolasa Like paklardan, hamma yo'q zo'r. Jemshuylardan. Kamchilik yo'q. Polirovkalar qanday bo'lyapti travertinda? Polirovkalar zo'r bo'lyapti, Marjon. Xolasa eksploatani treyler zemchilar qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha treyler Cho'tka qilib, aka. Cho'tka qilib beramiz, u behijolatda xolasa. Mana hozir bir hafta 10 kunda. Bir hafta 10 kun shu yerda bitirib beramiz deyapti. Bitirgandan bitta videolarni chiqaramiz bu uyda. Ha, xolasa treyler video chiqaramiz-da.